Dunyodagi eng yirik politsiya tarmog'i Interpol aslida qanday tuzilgan? Interpol dunyodagi eng sirli va noto'g'ri tushuniladigan tashkilotlardan biridir. Ammo Interpolning ta'siri juda katta. Uning shtab-kvartirasida qabul qilingan qarorlar chegarasini kesib o'tgan har qanday odamning taqdirini o'zgartirishi mumkin. Tarix 1914-yilda Monakoda boshlanadi. Aynan o'sha paytda jinoyatlarni xalqaro miqyosda muvofiqlashtirish g'oyasini muhokama qilish uchun birinchi marta 24 mamlakatdan politsiyachilari va huquqshunoslari to'plandi. 1923-yilda Venada xalqaro jinoiy politsiya komissiyasi tuzildi va bu Interpolning birinchi versiyasi bo'ldi. Uning birinchi prezidenti Vena politsiyasi boshlig'i Yoxan Shober edi. 1930-yillarning oxiriga kelib tashkilot 30 dan ortiq mamlakatni birlashtirgan edi. Biroq 15 yil o'tgach tashkilot deyarli yo'q bo'lib ketadi. 1938-yilda Avstriya anlyuziyasidan so'ng ICPC fashistlar Germaniyasi nazorati ostiga o'tdi. Aksariyat davlatlar ishtirok etishni to'xtatdi. Tuzilmaning o'zi esa amalda falaj bo'lib qoldi. Urushdan keyin tashkilot yo'q bo'lib ketadigandek tuyuldi-yu, ammo 1946-yilda u qayta tiklandi. Shtab-kvartira Parijga ko'chirildi va keyinchalik 1989-yilda Lion shahriga ko'chirildi. Aynan o'sha paytda International Criminal Police Organization so'zining qisqartmasi bo'lgan Interpol nomi paydo bo'ldi. Bugungi kunda Interpol 196 davlatni birlashtiradi. Bu BMTdan ham ko'pdir va albatta dunyodagi eng yirik xalqaro politsiya tuzilmasidir. Lekin Interpol o'zi qanday ishlaydi? Asosiy vosita bildirishnomalar va eng mashhuri Red Notice, ya'ni qizil bildirishnoma. Uning ko'pincha xalqaro hibsga olish orderi deb atashadi, lekin bu noto'g'ri. Qizil bildirishnoma aslida aniqlash va vaqtincha ushlab turish so'rovi, lekin qarorni faqat inson joylashgan mamlakat qabul qiladi. Interpolning o'zi hech kimni hibsga olmaydi. Uning na politsiyasi, na qurol-yarog'i, na maxsus kuchlari bor. Uning kuchi ma'lumotlardadir. Har kuni ishtirokchi davlatlar Lionga 10 minglab so'rovlar yuboradi. O'g'irlangan hujjatlar, moliyaviy jinoyatlar, terrorizm, yo'qolgan odamlar, biometriya. 2000-yillardan boshlab Interpol yuqori texnologiyali tizimlarni joriy etmoqda. 2003-yilda barcha mamlakatlarga yo'llangan I-24/7 kanal ishga tushirildi. 2010-yilda global biometrik platforma, ammo buning teskari tomoni ham bor. Ba'zi davlatlar tizimidan muxolifat va tadbirkorlarni ta'qib qilish uchun foydalanishga harakat qilishdi. 2015-2021-yilgacha Interpol siyosiy sabablarga ko'ra qizil bildirishnomalar uchun bir necha bor tanqid qilingan. Bunga javoban esa tashkilot filtrlashni kuchaytirdi. 2022-yilda konstitutsiya yangilandi. 2023-2024-yillarda esa noqonuniy xabarnomalarni bekor qilish tartibi va mustaqil nazorat organi joriy etildi. Shunga qaramay Interpol jahon xavfsizligining muhim qismi bo'lib qolmoqda. Faqat so'nggi yillarda uning tarmog'i orqali juda ko'p qochqinlar, shu jumladan 20-30 yil davomida yashirinib yurgan jinoyatchilar qo'lga olindi. Interpol bu oddiygina politsiya emas, bu odil sudlov infratuzilmasi, deyarli butun dunyoni bog'laydigan global ma'lumotlar tarmog'i. Jinoyatchilar qochishga urinayotganda Interpolning ko'rsatishicha raqamli chegaralar davrida yo'q bo'lib ketish deyarli imkonsiz. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.